Davlat xavfsizlik xizmati jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini tezkor qabul qilish uchun 1520 qisqa raqamli kol markaz ishga tushirdi. Bu kabi kol markaz yo'lga qo'yilishi mintaqada yangilik emas. 2016-yilda Qozog'iston terrorizm va ekstremizmga oid tahdidlar, radikal shaxslar haqidagi ma'lumotlarni qabul qilish maqsadida 110 raqamli kol markazi ishga tushirgan edi. Biroq uzoq yillar davomida eng yopiq davlat organi sifatida tanilgan O'zbekiston Xavfsizlik xizmatining xalq bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga chiqishi tabiiy e'tiborni tortadi. Binobarin DXX SSR davridagi NKVD, KGBdan meros qolgan tizim sifatida uning tarixi ko'plab qatag'onlar, qiynoqlar, siyosiy ta'qiblar bilan bog'liq. Asosan Zolim Karimov rejimi davrida qamoqxonalarda Hizb ut-Tahrir a'zolari va boshqa musulmonlarga nisbatan qilgan vahshiyona jinoyatlari hali yoddan ko'tarilgani yo'q. Fuqarolarning siyosiy faolligini siquvga olish, muxolifatni butkul yo'qotish, islomiy fikrni tahdid sifatida ko'rish shiori bo'lgan bu kuch tuzilmasining kol markaz tashkil etishi ochiqlik emas, balki aholining muxolifat kayfiyatini yaqindan kuzatish, siyosiy islomga rag'batini monitoring qilishga xizmat qilishi, boshqacha qilib aytganda, xalq ustidan nazoratni kuchaytirishga xizmat qiluvchi mexanizm bo'lishi tabiiy. Chunki DXX o'z xodimlari yordamida doimo jamiyatdagi kayfiyat, tanqidiy fikrlar va tahdid sifatida qabul qilingan shaxslar haqida ma'lumotlar yig'ib kelgan. Endi esa bu jarayonni to'g'ridan-to'g'ri xalqning o'zidan ixtiyoriy tarzda amalga oshirish imkoni paydo bo'lmoqda. Kol markaz orqali fuqarolarning shikoyatlari bilan birga ularning shaxsiy ma'lumotlari, hatto yaqinlari haqidagi ma'lumotlar ham qo'lga kiritiladi. Shuningdek, bu kol markazdan psixologik ta'sir vositasi sifatida ham foydalanmoqchi. Ya'ni fuqarolarda har qanday norozilik, shikoyat yoki faollik DXX ko'z o'ngida degan tasavvur vujudga kelishini, bu esa ommaviy o'zini o'zi senzura qilish, avtotsenzurani paydo qilishni xohlaydi. Demak, kol markaz DXXning xalq ustidan nazoratni kuchaytiradigan nazorat mexanizmidan boshqa narsa emas. Yuqoridagilarning barchasi DXXning qay darajada xalqdan qo'rqishini ko'rsatmoqda. Chunki bu xalq islomdan boshqasiga rozi bo'lmaydigan musulmon xalq bo'lib, islomiy uyg'onishlari intilmoqda.